Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi Eltabir akkimiz tarafidan yozilgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Robiya Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldingi qismda 1996 yil 12 oyda Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining kengaytirilgan qurultayida vatanimizda yuz berayotgan nohaqchiliklarni o'ttirib qo'yganlik sababidan Robiya Qodir xonimning pasporti tortilib, nurg'ulg'an ishlarda qiyinchiliklarga va nohaqchiliklarga uchraganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ah, bolalarim, men sizlarga qarzdor. Bu kunlarda Robiya xonimning qo'li faqatla ishqi bormidi. U talay yillardan beri pul tepib millionlarga, yo'l tepib huquqdorga, aql tepib yetakchiga aylangandan beri kecha-kunduz yana millionlab pul tepishning yo'llarini izladi. Uyg'ur egiligini tiklashning peyig'i tushdi. Yanami cho'ng huquqlarga erishib, xalqi uchun texmi ko'p ahamiyatli ishlarni qilib berishni planladi. Aqldorlar bilan maslahatlashib, millatni qutuldirish, hurlikka erishtirish, Uyg'urlarni qozoq, o'zbek, qirg'iz qarindoshlaridek o'zining stoniga ega qilish uchun qanday qilish haqida izlandi. Afsuski, bugun u qanotidan ayrilgan kaptardek bo'lib qolgan edi. Uning sevgisiga butun mehri bilan malham beradigan dunyoning, Xitoyning, Uyg'urning umumiy vaziyatini inchikka kuzatib baholab turadigan va qutulishning eng to'g'ri yo'lini mo'ljarlab beralaydigan kuyimjon eri Sidiq Hojiyini yo'q edi. Harg'in chaqlarida bo'yniga esilib o'ynaydigan, tatliq suollari bilan uni banit qiladigan 5 bolasi yinida yo'q edi. Robiya xonim har doim Sidiq Hoji bilan billa yotadigan qo'sh kishilik ko'rkam karavotida yolg'iz yetib cho'nqur o'yga patmoqda edi. U 29 yoshida 6 bolasini yetilab uydan chiqib ketgandan boshlab, ana shu tirik yetimga aylangan bolalarining taqdirini o'ylab, o'zini hayotning chigish qaynamlariga tashlagan edi. U umr bo'yi balam deb yig'ladi, balam deb qaqshidi, balam deb ishladi, balam deb xo'rlandi, balam deb jonlandi, balam deb pul topdi. Bala mehri, bala sevgisi, bala dardi, bala qayg'usi, bala shodlig'i hammasi Robiya xonimning hayotining eng mazmunli bir qismiga aylangan edi. U haqiqatan balajon ayol edi. Mana bugun u 11 balaning onasi. Bularga texi o'zi beshni silab beqib olgan balalarning sonini qo'shmadi. U balalarga oldi bilan oliy maktablargacha to'xtamay o'qish, chet el tili o'rganish, Uyg'ur tarixini pishiq bilishdak qattiq ilmiy talablarni qo'yib keldi. O'zi to'xtamay so'zlab, adab, axloq o'rgatdi. Balalarning 4-chisi Tursun, u garchi Sidiq Hojining o'g'li bo'lsa-mu, Robiya xonim uni atvolab kutdi. U hozir Avstraliyaga yerlashib qoldi. Qahar Aqsuda tug'ilgan, yashi 30ni oshdi. Tijoratga pishdi. Dunyoni piqirab yurib savdo qilib, beshidan issiq sovuqni o'tkazib, tug'ilib cho'ng bo'lgan yurtini tanlab Aqsuga ketdi. U yerda 70 mo yer setib olib, restoran, mehmonxona ichib, o'z egiligini tiklab pul tepiyotdi. Uning cho'ng qizi Roshangul Urumchida universitetni tugatib, Qatnash universitetida o'qituvchi bo'lib ishlayotdi. Qizlarning ikkinchisi Rohila, u Amerikaga chiqib ketib, bir yoqdan ishlab, bir yoqdan o'qiyotdi. Ikkinchi o'g'li Odil Aqsuda dadasining yonida qolgan. Hozir bankada ishlayotdi. O'g'illarining ichida jini bor tijoratchi bo'lib yetishkini Abdulhakim. U hozirgacha shirkatning ishlarini piqirtiyotdi. Uning putiga put, qo'liga qo'l bo'layotdi. Uningdan kichigi olim, doktor bo'lishni orzu qilib tibbiy universitetni bitirib, shirkatning qonun sohasida rasmiyat bejirish, to'xtam tuzish, to'xtam ijro qilish ishlarida uzun yil ishlab chiniqdi. U bakmi tadbirlik, pul tepish yo'llarini osonla bayqay oladi. Bu ikkisining tirishchanligi bilan mana yangi bir egiz bina qad ko'tarishga boshladi. Uning qizi Xon Zuhra, Aqida, kichik o'g'li Mustafalar dadasining yonida universitetlarda o'qiyotdi.
Balalarning kenjisi, erkisi Qiqnus 10 yoshga kiray deb qoldi. Ana mehriga qonmagan bichora hozir Amerikada boshlang'ich maktabda o'qiyotdi. Demak, balalarning 5i vatanda, 5i Amerikada, birsi Avstraliyada. Balalarimning kelgusi qandoq bo'lar? Yana texi dadisi yo'q, onasi yo'q qolgan boshqa balalarim-chu. Balalarga jinini bergudek Amroq Robiya xonim o'z balalarining ko'pligiga qaramay yetim yesirlarning beshini silab keldi. U balasi yetim qolgan yoki tirik yetim bo'lib qolgan tul ayollarni eng oldi bilan ishga o'rinlashtirdi. Ularga yordamlashdi. Bu jarayonda ega chaqisiz bolalarni tepib olganlar Odul Robiya xonimning yoniga akilib, uning boshpanoh bo'lishini so'raydi. Mas'uliyatsiz ayollarning tug'ibla yo'gagi bilan tashib etgan bolasini tepib olgan kishilar Robiya xonimga akilib topshiradi. Robiya xonim yetim bolalarning hammasiga ega chiqadi. U Uyg'urimning birmo yetim bolasini xor qilg'izmayman deb so'zlab yuradi. U yana yetim bolalarni beqishning yaxshi chorasini topgan edi. Birmuncha cho'ng yoshdagi tul ayollar ish izlab keladi. Ularga muvofiq ish bo'lmaganda, Robiya xonim ularning turmushini qamdug'idek yordam berib turadi va buni hech kimga tinmaydi. Robiya xonim yetim bolalarni ana shu onalarga topshiradi va bola beqish haqqi uchun maosh beradi. Bir necha oy yoki yil o'tib, yiliq bola u ayolning o'z bolasidek bo'lib qoladi. Hatto bolani uningdan talishibmi olg'ili bo'lmaydi. Robiya xonimmi bu ishdan to'liq xursand bo'ladi. Mana mushundaq biqilib cho'ng bo'lgan bolalarning nechisi oliy maktablarda o'qiyotdi. Maktablarda muallimlik qilyotdi. Ularning orasida uy o'chaqliq, balaliq bo'lganlarim bor. Ularning ko'p qismi o'zlarining qari yetim ishkanligini bilmaydi. Faqat onamga ish tepib bergan, yordam qilgan deb tunibla Robiya xonimni onasi bilan birga yo'qlab keladi. Ularning sirini faqat Robiya xonim bilan beqib olgan onasi biladi. Analar ma'nili kulishsa, bolalar xabarsiz kulishidi. Bir qitim Robiya xonim necha ming so'm pulni qarzilib qaralda akilib bermagan Tursunay ismli bir ayolning uyiga to'yiqsiz bordi. Aslida u boshqalardan Tursunay yo'ldan chiqib ketdi. Pulni boshqa ishlarga xajlayotdi deb anglagan edi. Ishdan kiribla Robiya xonim tong qetib turib qoldi. Oddiygina uyda karvat ustida oppoq kirlik yotqanlarni yepinib ikki omoq bola tatliq uxlayotdi. Pastda qattiq supida doq yerda nepiz bir eski adyalni yepinib Tursunay uxlayotdi. Robiya xonim ta'sirlanganligidan shu zamon Tursunayning barliq qarzini ko'taribdi hamda uni yaxshi tijorat yo'liga boshladi. Robiya xonimning bola sevgisi Urumchi shahridagi o'smirlar tarbiyalash turmasi, yig'ilish punkti, yetim bolalar Darul Tami qatorliq joylarga yetib borgan. U har doim pul va o'yinchoqlarni elib, shu yerlardagi bolalarni yo'qlab turdi hamda hukumat xodimlarining qoqti-so'qti qilishidan bolalarni asrab ig'dorchilik qilib, nazorat qilib turdi. Uyg'ur bolalarining aql bo'liqini etishni maqsad qilib qurilgan televizorlarda aql sinash musobaqalarini o'tkazib, xalqning maqtishiga sazovor bo'lgan G'uncha mukofoti ilmiy jamiyati qurilganda, Robiya Qodir xonim nurg'un pul iona qildi. Keyin bu jamiyatda mas'ul vazifa oldi. Maktablar, jurnallar, ayollar tashkilotlari to'xtamasdan Robiya xonimning oldiga kelib pul yordam oladi va faoliyatlarini jonlantiradi. Umuman Robiya xonim beshin silayotgan bolalar haqiqatan ko'p edi. Oliy maktab tugatgan yoshlar, hatto chet ellarda o'qib kelib ish topolmagan o'quvchilarmi Robiya xonimni izlaydi. Robiya xonimning xiyoli bargan sir cho'nqurlashga boshladi. U bolalar oldidagi mas'uliyatining to'liq og'irligini his qildi. Bichora Uyg'urimning 3 milliondek farzandi bugungi kunda eng nochor hayot shartlarida jon talishib yashayotdi. Ular ota-ona mehri qonmidi, qursuq to'yg'idek tomoq yeyolmadi, doktorga berib davololmadi, keng tasha maktablarda xotirjam o'qiy olmadi, uchisiga yangi kiyim kiyolmadi. Bir muncha bolalarim Xitoy o'lgilarida o'g'ri qimorvozlarning quliga aylanib ketdi.
bir munchisi oq tamakining qurbonlariga aylandi. Ah, bichar bolalarim, aql tepib ko'krak kerib chiqqan minglagan bolalarim Xitoy turmalarida begunoh tayoq yeb yotmoqda. Men bularning hammasini qutqizishim kerak. Ah, bichar bolalarim, men sizlarga qarzdor. 4-bölüm Zindandagi 2045 kun. Sirliq tuzaq. 1999-yili 8-ayning 2-kuni kecha soat 1da to'yiqsiz jiringlagan telefon uxlayolmay xayol surib yotgan Robiya Qodirni cho'chitib etdi. Telefon Amerikadan kelgan edi. Sidiq hoji tinchlik so'rashgandan keyin jiddiy talaffuzda: Robiya Gul, 11-avgust kuni Amerika Davlat Majlisi vakillar o'miki Urumchiga yetib keladi. Qurum mehmonxonasiga tushidi. Darhol berib ko'rishinglar. Amanatlarni shular topshirsanglar bo'ladi. Robiya xonim cho'nqur o'yga patdi. U Beijingdagi yig'indan qaytib kelgandan keyin put qo'lining tushab qo'yilganiga qaramasdan har xil vositalar bilan yanamı ilgarilab paketlik materiallarni to'plab atdi. Uning yanida Amerika xalqiga murojaat nomli bir parcha doklad, ya'ni 10 necha yildan beri Xitoy hukumati o'limga hukm qilgan mahbuslarning turmada yetayotgan, kesilgan va kesilmagan siyosiy mahbuslarning, shuningdek planliq tug'ut operatsiyasidan keyin o'lib ketganlarning ismligi bor edi. Amonat ana shular edi. Amerika Davlat Majlisi vakillarining tunji qitim Uyg'ur rayoniga kelishi albatta Uyg'urlar uchun yaxshi bir boshlanishning bishorat edi. Bu materiallarni ularga topshirib berish, cho'qim cho'ng ishlarni hal qilish uchun foydali bo'lib qolmasdan tekshirish uchun kelgan vakillarni qoyil qilishdimi muhim rol o'ynaydi. Robiya xonim materiallarni cho'qim ularning qo'liga yetkazish qaroriga keldi. U 11-avgust kuni atigandala aldirash tayyorlik ko'rdi. Billa boradigan kishilarni belgiladi. Tushdan keyin soat 5larda u doim hindan ayirmaydigan yordamchisi Ramilani, inglizcha tarjimonlik qilish uchun Ilhomni hamda suratchi bolni ilib binodan chiqdi. Ular yo'l bo'yiga kelishiga bir taksi shundoq tezlik bilan oldiga kelib to'xtadi. Robiya xonim bir oz shayx qilib hushyorlik bilan atrofga nazar tashladi. Yo'lning o'ng tarafida turgan Santana markali oq rangli pikapning ichida o'tirgan qora kiyim kiygan kishilarning taksiga diqqat bilan tikilib qarab turganligini aniq ko'rdi. Robiya xonim hamrohlari bilan taksiga chiqib manganda heliqi oq Santananing orqasidan agishib kelayotganligini ko'rdi. Robiya Qodir xonim taksining oldida, qolganlar orqada o'tirgan edi. Robiya xonim iz besib kelayotgan oq Santanani ozdirib etish uchun taksi Shihobaning do'qmishiga kelganda shofirga muhojirlar mehmonxonasiga qayrilishga buyruq berdi. Shofir darhol qarshilik bildirdi. U nim uchundir huduqib turadi. Robiya xonim qattiq talaffuz bilan uning darhol rolni burishini talab qildi. Dal shu paytda qo'g'lab kelayotgan Santana uchqandek tezlik bilan kelib taksiga o'zini urmoqchi bo'ldi. Shofir tamtarab rolni yangi urgan edi, Santana surilib o'tib ketdi. Taksining keyinda o'tirgan Ramila Robiya qarab: "Robiya hada, biz taksidan tushib ketayli. Ko'rdingizmi ularni? Atdiganda beri saroy oldida payloqchilik qilib turgan oq Santanadikilar endi bizni qo'g'lab kelib urmoqchi bo'lyotdi. Keynimizga yonayli", dedi. "Fukam, huduqmanglar, bo'lg'uliq bo'ldi. Biz ishimizga kesh qolmayli, ketaverayli", dedi Robiya xonim. Taksi udul mingib kona qatnash bekiti yiniga kelganda yana bir pikap taksini qistab urishga boshladi. Taksining oldi keyindan kelgan 10 necha avtomobil taksini qistab to'xtatdi. O'zlarini qatnash soqchisi deb tunishtirgan bir necha kishi Robiya xonimlarni taksidan tushirib, majburiy holda boshqa bir avtomobilga chiqishga zo'rladi. Heliqi qora kiyimliklarmi bir damda paydo bo'ldi. Ular qatnash voqeasi yuz berdi deb atrofga avtomobil va kishilarni yaqin keltirmadi. Shu asnoda taksining va bularning yinda to'xtagan oq rangli Santananing shofirlari ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu yerda anglag'uchilar bir ishda biroz qaymoqib qoldi, chunki men o'qigan vaqtimni kallamga kelganti u savol. Robiya xonim nima uchun o'zining mashinasiga o'tirmaydi degan savol. Men uni telefon urib o'zini so'rdim. So'rsam, shu vaqtimda o'zimning mashinamga o'tirsam, mashinamni tunagan keyin keynimizga odam tushmasin deb, shunga bizni bayqayolmaydi deb taksi chaqirib ekanmiz.
Ammo ularningki undaq küstüb turganligini men his qilamabdiman. Meni shu vaqtda bek g'aflat besibdi ekan, dedi shu. Ramila, bular meni yushurun tutib bo'ldi. Ular menga qasd qilmoqchi. Siz amal bar sakrab tushib qiling. Saraydagilarga, agar mumkin bo'lsa, Amerikadan kelgan mehmonlarga xabar qilib o'tinglar, dedi Robiya xonim avtomobilga chiqqandan keyin Ramilaga. Ramila yon tarafdagi eshikdan o'zini itib sirtqa qarab yugurishiga bir tungan saqchi kelib uni tutib oldi va chechidan yulib tortqunicha avtomobil ichiga so'rab akirib tashladi. Robiya xonim darhol avtomobilning aynigini tushirib etib, "Odam bormi? Men Robiya Qodir. Meni bulab tutib ketdi. Uyg'ur bormi? Robiya Sodi sarayiga xabar qilinglar", deb ovozning boricha vaqirdi. Bu ovozni anglab bo'ynini so'zib bu yoqqa kelgan bir Uyg'ur bolasini saqchilar dombalab urib ketdi. Saqchilar Robiya xonimni va billa tutqanlarni gap qilishga ruxsat qilmasdan ilib mangdi. Avtomobil shaharlik qatnash boshqarish idorasining oldida to'xtadi. Robiya xonim avtomobildan tushibla saqchilar bilan vaqirishib ketdi. "Men Robiya Qodir, bilib qo'yish. Qilganlaringga ming pushaymon qilasan. Kimkan meni tutishga petingan?" "Hech kim sizni tutmadi. Qatnash vaqasi yuz berdi. Naq maydondagilarni qatnash boshqarish idorasiga ilib keldik. Hozir tekshirdi." "Qatnash vaqasi bo'lsa, biz tushgan taksining shoferini nemish qo'yib etisizlar? Bizni urgan oq santananing shoferini tutmamsizlar. Qani ular?" "Hey Robiya, o'zingiz besib o'ltirib turing. Helila ham ish aniq bo'ladi." "To'g'risi biz bilmaymiz. Boshqalar hozir keladi." Saqchilar Robiya xonimni, Ramilani va Ilhomni bir ishxonaga sulab qo'ydi. Ularning telefon etishiga ruxsat qilmadi. Shu arada Robiya xonim bilan Ramila billa hojatxonaga chiqdi. Ular hojatxonadan qaytib kirayotganda bir nafar qora kiyimli kishi ularni ko'rib haydab kirdi va hojatxonaga chiqishga ruxsat qilgan saqchini ayblab ketdi. Ramila hojatxonada yiliqi materiallarni yushirish yoki tashlatish uchun bir fursat bo'ladi deb o'yladi. Qatnash idorasidagi saqchilar yo'qloq va chek basmaydigan yolg'on so'roqlarni so'rab 2 soatni o'tkazdi. Orliqda so'ratchi Uyg'ur bola bir nafar saqchining bir bo'loq oq narsani apparatga tiqmoqchi bo'lib qalmashtira olmaganligini ko'rib, darhol apparatini tortib oldi hamda uchiq qilib, "Sen avar bo'lma. Atdigandan hozirgacha 8 parcha rasm tortildi. Agar apparatning ichida heroin bo'lsa, rasm tortilmagan bo'ladi. Men har qanday qilib o'zimni oqlay olayman. Lekin sen oshkorlansan", deb radiya berdi. Yana 2 nafar ayol saqchi kirib, Robiya xonim bilan Ramilaning yonlarini, so'mkalarini aqtirib chiqib ketdi. Ularmu saqchilar bir narsa silib qo'ymasin deb nihoyat hushyor turdi. Robiya xonim bo'layotgan ishlardan qilcha huduqmadi. U uzundan buyon mushundaq bir ishning bo'ldiganligini his qilib, qalbida tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. U yana bir tarafdan qandaqli bo'lmasin, hukumat amaldorlari yoki puldor muomildorlar xabar topsila, xavfsizlik tarmoqlarining saqchilariga xizmat ishlab, o'zini qutqizib oldiganligiga ishonatdi. U yana kelib, hech qanday jinoyat paketi bo'lmagan ahvol ostida saqchilarmu qonunan ayblashga jur'at qila olmaydi deb o'ylaydi. Robiya xonim Ramilaga eg'ir bisi qolda bundaq bir hikoyani so'zlab berdi. Getler faşistleri Yahudilarni tutib o'ltirishga boshlaganda 6 bolasi bor bir Yahudi doktorni tutmoqchi bo'pti. Ular avval bir qizni zaharlab o'ltirib, andin bu jinoyatni doktorga ortib, uni qo'lga olibdi. Hamda har kuni so'roqda uning birdan bolasini o'ltirib, uni iqror qilishga zo'rlabdi. Doktor oxirgi bolasi qilganda qaqqahlab kulib turib, "Men bolalarimning do'stimning emas, dushmanimning qo'lida o'layotganligiga kulyapman", debdi. Ramila hikoyani anglab ma'nosini tushundi va Robiya xonimga, "Robiya hada, xotirjam bo'ling. O'lsakmi sirimiz fosh bo'lmaydi. Sizga bo'lgan sadoqatimni amaliyotdan ko'ring", deb javob berdi. Bularning suhbatidan keyin saqchilar ularni bir-biridan ayirib etdi. Robiya xonim so'langan uyga saqchilar kiratdi, chiqatdi, aylanatdi. Huduqib yana chiqib ketishadi. Ularning nimalarnidir qalmashtira olmayotganligi bilinib turadi. Qarong'u tushay deganda uyga bir nafar Uyg'ur va bir Xitoy saqchi ayol kirib keldi. Uyg'ur saqchi Robiya xonimning oldiga kelib bir narsa demoqchi bo'lgandek, tamtirgan holda qarab turdi. Uning huduqqan ko'zlari Xitoy saqchining kayniga qaratib tutib olgan qo'lidan uzilmaydi.
Xitoy saqchi bo'lsa, Robiya xonimning keyniga o'tib, palay kiyib olgan o'ng qo'ldagi oppoq dokini tuyuqsizla Robiya xonimning eg'iz burniga kaplab ching tutib oldi. Robiya xonim namxo'sh so'g'oq dokidan chiqqan qansiq puroqni sezganda qilyu hushidan ketdi. Ikki ayol saqchi Robiya xonimni so'rab kirsoga yotqizib kiyimlarini yashdi. Robiya xonimning sumkasidan olgan daftardek qilin materialni yana bir necha gazet parchasini uning qo'yniga liptiklarga tiqdi. Ondan kiyimlarini qayta ratlab kiygizdi. Bir necha minutdan keyin Robiya xonim hushiga keldi. Bu chaqda u ikki nafar ayol saqchining muloyimlik bilan uning kiyimlarini yeshiyotganligini, bir muncha Xitoy amaldorlarining surli qarab turganligini, yana bir necha saqchining naq maydonni rasmga va sin oluvga ilayotganligini ko'rdi. Robiya xonim rasm apparatining charaslagan nuri va sin olg'uning yondirgan chiroqlarining kuchlik yo'riqida ko'zni ocholmay yumib oldi. Ayol saqchilar uning qo'ynidan tiqib qo'ygan omonatni sug'urib oldi. Bo'ldi, ilib minglar. Jinoiy paketi dalili to'liq deb vaqirdi yeshi cho'ngra qursoq solgan bir Xitoy amaldor saqchilarga qarab. Robiya xonim o'rnidan turib derazadan sirtqa qarab cho'chib ketdi. Talada yuzlarcha saqchi, askarlar, 10 necha saqchi avtomobillar turardi. Robiya xonim tuyuqsiz g'angrab qoldi. U qatnash saqchi idorasiga kelganda havo ochiq bo'lib kun chiqib turardi. Bir damda havo buzilib, osmonni qop-qora bulutlar qoplab ketdi. Orqadan yomg'ir yog'ishga boshildi. Saqchilarning sirtdagi jiddiy holatidan xuddi urush portilgandek manzara ko'rinib turardi. "Nim bo'ldi? Zodi nim bo'lyotdi?" dedi Robiya xonim saqchi boshlig'iga qarab. "Meni nim qilmoqchisizlar?" "Nim bo'lmoqchi? Chet elga maxfiyatliklarni o'g'irlab bermoqchi bo'lgan Robiya naq paket bilan qo'lga olindi", dedi saqchi boshlig'i. Ishik tarafga qarab vaqirdi. "Ilib minglar!" Robiya xonimning beshiga uy ichida qora xaltini kiydirgan 10 necha nafar saqchi uni yetilab sirtqa ilib chiqdi. Haqiqatan qo'rqinchli bir manzara shakllangan edi. Bexatarlik nazoratining 10 necha qora avtomobillari va puxracha kiyingan necha 10 xodimlari, xavfsizlik nazoratining 10 necha jepi va tapanchlarni qo'llariga tutib olgan saqchilari, yana 20-30 avtomobilda qatnash saqchilari, qurolliq saqchi qismlarining askarlari, Urumchi shaharlik amalliq qo'g'dash alayida qismlarining harbiylari tayyor holatda turardi. Avtomatlarini batlab tutib turgan bu surlik qurolliq kishilar oldirab avtomobillarga chiqishdi. Kimdir biri tartib saqlab qo'mondonlik qildi. Eng oldida ansiz chiqirab, rangdor chiroqlarini yiqib bir saqchi avtomobili mangdi. Qolganlari Robiya xonim o'tirgan avtomobilni qo'rshab, oldi-keyinda qatorlashib mangdi. Saqchi atirti shimoliy quvuqdan chiqib, o'ngga qayrilib, Liudavan turmisi tarafga qarab yo'l oldi. Robiya xonimning yonida o'tirgan qiyri saqchi Robiya xonimning beshiga kiydirilgan qora xaltini elib etib, uningga qalam bilan xotirasini tanglab, "Robiya xonim, menga bir imzo qo'yib bergan bo'lsangiz", deb yolvurish ohangida so'zladi. Turmidagi tunchi kecha. Urumchidan avtobusga o'ltirib Liudavan tik quduqqa mangan kishilar so'l tarafda egiz hayvatlik tomlari, qop-qora surlik darvozasi bilan ko'zga tashlanib turadigan Liudavan yig'ilish o'rni deb atiladigan turbini ko'rdi. Urumchida cho'ng bo'lgan Uyg'urlarla emas, hatto Urumchiga kelib boqmagan Uyg'urlarmi dahshatlik Liudavan turmisining danqini obdan biladi. Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasiga qarashliq mazkur turmaning nomi 1949-yil kuzda Urumchiga kelgan Kommunistik partiyaning nomi bilan tang tilga ilinishga boshlagan. Chunki surishtirsangiz, har qanday bir Uyg'ur yoki uning biror tuqqini har qaysi davrlarda chuqum bu turmaga kirib chiqqan bo'lib chiqdi. Uyg'urlarning atoqliq ziyonlari, mo'tabar oqsoqollari, diniy o'limalari, mergan palvonlari, hatto mushtumzor nochilarimi bu rahimsiz turmada yoki hayotini oyoqlashtirgan yoki unutilg'usiz ichinishli xotira qoldirgan. Liudavan turmisining mudofiasining mustahkamligi, tomlarining sepildak egizligi, posta turgan askarlarning ko'pligi, soqchilarning rahimsizligi, Gundupaylarning tosh yuraklikligi
mahbuslarni jinoyatchilarning qo'li bilan qiynash, jazolash tadbirlarining chekidan oshganligi, shuningdek boshqarilgan jinoyatchisining nurg'unligi bilan nomi pur ketgan turma. Bugun etdigan Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq partikomi qonun komiteti ishxonasida jiddiy ravishda qurilgan favqulodda qo'mondonlik shtabida Wang Lejuan boshlig'idagi xavfsizlik, bexatarlik nazorati, amonlik saqlash alohida atirti degandek bir qator diktatura organlarining eng cho'ng kattaboshlari to'plashib, naq maydonda qo'mondonlik qilib, Rabia Qadirni jinoyat paket bilan qo'lga tushirish jangini tamomlagandan keyin kech soat 8larda deyishib, choylarni ichishdi. Bu jangga qatnashgan 1000 dan ortiq qo'mondon, yetakchi ofitserlar hamda bir necha ming askar, soqchi, payloqchilar jangni to'pa to'zitmay yig'ishtirib olganligidan mamnun bo'lishib, katta ziyofatga tutish qildi. Cho'nglari naq maydondala Beijingdagi xo'jayinlarga doklad qilishdi. Beijingdagi davlat bexatarlik ministrligidagi mas'ul kishining Rabia Qadirni nega soldinglar degan savoliga Nozir Xitoy ko'ranglik bilan partiyamizning tarixida diktatorimizni eng cho'ng qo'rg'ini deb tang chiqargan Urumchi Lidovan turmasiga qammoqchi deb javob qaytardi. Rabia Qadir xonimni elib mangan saqchi atirti ana shu Lidovan turmasining qapqara surlik ishiki oldiga kelganda rat-reti bilan ikki yoqqa bo'linib, qator tizilib to'xtashdi. O'tturdagi bo'sh yerdan Rabia xonimni elib kelgan qora jip mingib kelib, darvoza oldida to'xtadi. Avtomobillardan tushgan saqchilar va askarlar qator ikki rat bo'lib qurollarini tanglagunicha sapga tizildi. Rabia xonim jipdan tushib atrofga nazar tashladi. Minglarcha qurolliq askar qurollarini tanglab uningga surlik qarab turardi. Egiz-tam ustida yiroqlardagi binolarning o'gisida harbiylar qarab turardi. Rabia xonimga qator turgan ikki sap soqchi, askarlarning o'tirisidan qora darvozaga mangdigan yo'l ochiqlik edi. Rabia xonim ikkilanmayla udul qarab mangdi. Qora darvoza oldida turma boshlig'i Tola apyonchiki pompiyib chiqqan qip-qizil ko'zni olaytqinicha qo'llarini jaynikidan almashtirib qarab turardi. U salmoq qadamlar bilan ko'krigini kerib kelayotgan Uyg'ur onasini, xuddi uchib ketadigandek qo'rshab kelayotgan yuzlagan saqchi askarlardan nomus his qildimi yoki fursatni qo'ldan bermay o'zini tuntib qo'ymoqchi bo'ldimi? "To'xta!" deb shundoq yuqori va jarangliq ovozda vaqirdiki, Rabia xonim cho'chib turib qoldi. Atrofdagi soqchi askarlarmi qo'rqib ketishdi. Bu turma boshlig'idan necha yuqori darajalik cho'ng amaldor ekanligi salobatidan va salmoq qadamlaridan bilinib turgan puxrocha kiyingan birsi turma boshlig'ining oldiga kelib pichirladi. Ondan Rabia xonimning qishig'i kelib, "Biz seni turmaga topshiramiz. Sen ulardan bavgo deb ullik to'lab ruxsat so'rashing. Ular ruxsat bergandan keyin ondan mingishing kerak. Uqdingmi?" dedi. Rabia xonim uni mensitmagan holda so'q kulimsirdi va "Men o'z ixtiyorim bilan ruxsat so'rab mehmonga kelganim yo'q. Sen meni diktatura bilan zo'rlab bu darvozadan kirgizayotsan. Nimishqa yana sana bavgo degidekman, demayman", dedi Rabia xonim. "Bavgo deb to'limisang, ular o'q chiqirdi, otidi, bilamsan?" "Nima? Otidi? Undaq bo'lsa itiversin qani?" Rabia xonim oldiga dodil qadam tashlab Xitoycha vaqirdi. "Talay qarindoshlarim bu zindonlaringda hayotidan ayrildi. Men shularga o'xshash Uyg'ur. Tula hayva qilmay, nima qilsan qil. Baribir qildig'anni qilyapsan." Rabia xonimning keskin so'zlari va tamkin holati ularni tamtirtib qo'ydi. Rabia xonim darvoza oldiga kelib turma boshlig'iga tikildi. Turma boshlig'i Xitoy asta yerga qarab oldi. Bu uning tunji qadamida mag'lub bo'lganligini iqror qilishi edi. Lekin uning yingang tishlari g'uchirlamoqda edi. Uning hayvisining yerga urilganligini ko'rib, yilila qo'rqib ketishgan soqchi askarlar uni mazoq qilib kulishdi. Turma boshlig'i bu o'ng'aysiz ahvoldan tezroq qutulish uchun Rabia xonimning bavgosini kutmasdan yendikilarga texmo sat ovoz vaqirdi. "Darvoza ichinglar, akirib sulanglar bu xotinni!" Turma gundubaylari Rabia xonimni qatma-qat eshiklardan o'tkazib, o'ttirdagi bir ishxona uyning oldida to'xtatdi.
Ishning oldidagi ayol gundupaylar bu yerning ayollar turmisi ekanligini ko'rsatib turadi. Robiya xonim amdila busig'iga putini elishiga shundoq dahshatli bir ovoz anglandiki, turmining tumir ishiklari jiranglab ketdi. To'xta! Hey, qoida bilmaydigan jinoyatchi! Bu sening sariying emas! Bu ovoz eshik oldida turgan kelangsiz simiz, eg'izi kalashdek yo'g'on, sat gundupay Xitoy xudunining eg'izidan chiqayotganligini Robiya xonim aron tahriq qila oldi. Bu gundupayning dastlabdila Robiya xonimning yuragini mujivilish yoki bo'lmasa to'mirini tutib beqish taktikasi edi. "Nima vaqiraysan?" dedi Robiya xonimi ching ovozda. "Bovgov demamsan? Yo'qol ko'zimdan gundupay." Robiya xonim ochiqda qo'lini shiltidi. "Endi bu balo qazoni ko'ring." Qeri gundupay xotun xuddi necha pay o'xyab g'aljirlashgan iyiqdek dallangshib yugurganicha texmo sat ovozda chiqirib Robiya xonimga etilib keldi. Shu turqida u xuddi Robiya xonimni urib chaylib etdigandek, yeb etdigandek qo'rqinchli alpasda edi. Robiya xonim chaqqonlik bilan keyniga bir qadam dojib, uning qamoq solgan qo'lini bilikidan tutib oldi. Dal shu paytda uning keynidan yetib kelgan Uyg'ur saqchi qiz uning yana bir piligidan tutib olib, uni bir chetga qayirib, uningga asta: "Sen kimni urmoqchi bo'lyapsan? Bilamsan? Robiya Qodirga boshqalardek muomala qilaman dema", deb pichirladi. "Mening nima korim? Bu degan turma, uni bo'ysundirman." "U tig'i yangi keldi, asta-asta uyatmamdiq." "Hey xayrguli, undaq bo'lsa sen uni uyingga olib beqib ol. Qo'lini tek yuzgacha bo'lma, hudisdan chiqolmaysan." Robiya xonim bir chat qilib bu ishga gundupay talashga tushib ketdi. Robiya xonim Uyg'ur saqchi qizning ismining Xayrgul ekanligini, Uyg'ur bo'lg'achqa vijdoni chidamay, odam urishning qonunsiz ekanligini tutqi qilib olib, yiliqi vahshiy jallodni to'sib qolganligini ko'rib, saqchi qizni oyog'isi keldida bir oz yuvashlab qoldi. Shundaq bo'lsa-mu yiliqi gundupay Xitoy xotiniga qarab: "Hey, qeri g'olcha! Men markazingdan tortib hamma joygacha berib, singdek ushuq lalmalardan kurmingni ko'rgan. Mening bir tal moyimga chiqilib boqqin. Atila 70 pushtingni ko'zingga ko'rsatib qo'yman. Tula haddingdan oshma", dedi. Uyg'ur saqchi qiz endi Robiya xonimga tushuntirishga boshladi. "Siz degan hozir qo'lga ilindingiz. Ada atdiganda hukmnomani o'qib berdi. Bu yerningmi tuzumlar bor. Boshqalar bundan keyin sizni tillishi, xo'rlishi, hatto urishi mumkin. Shunga asta-asta kunib qolasiz. Saqchilardan bovgov deb ruxsat olmay turib, midir-sidir qilishga bo'lmaydi." Gundupaylar Robiya xonimni boshlab 105-numur degan taxta esilgan to'mir eshik oldiga to'xtatib eshikni ochdida, uni ichiga ittirib etib, eshikni sharoqshtib taqib etdi. Shu chaqqicha timtos jimjit turma ichi birdilla jonlanib, taraf-tarafdan ovozlar yangrashga boshladi. "Robiya hada, sizdan kelganligingizni bildik. Robiya ocha, Gundupayning jajisi bergan ovozingizni angladik. 105, Robiya, Robiya 105. Robiya singlim, Alloh sizni panohida saqlasin." Qizlar, cho'konlar, mo'maylar ovozni qo'yib to'lashmoqda. To'mir eshiklarni mushlamoqda. Gundupaylar to'qmoqlarini ko'tarib chiqib, to'mir eshiklarni urib to'lab tartib saqlashga urinmoqda. Robiya xonim endi tushundiki, bayatidan beri 40 necha eg'iz koridordagi 800 ga yaqin siyosiy jinoyatchi deb sulangan Uyg'ur qiz cho'kan onalari darvozadan kiribla jallod Xitoyning adibini berib to'lg'an yangroq ovozni anglab, ishining tushuklaridan marab, to'mir ishga quliqini yiqib, timtos turgan. Bu yangi kirgan mahbusning Robiya Qodir ekanligini bilgandan keyin birdilla turmaning qattiq intizomini qayirib qo'yib cho'qan ko'tarishga boshlagan. Bugun akşam ayol mahbuslar boshqacha jasoratlangan edi. Hammasinglar nimishqidir g'azabni bir tishib to'lug'isi, saqchilarni tilug'isi kelatdi. Ular qo'llaridagi plastik tomoq qachlarini bir-biriga urib, to'mir eshiklarni tepib, mushtlab, ullik to'laydi.
Har qaysi kamerlardan chiqayotgan tartibsiz, ammo g'azablik ovozlar kuchlik bir namoyish to'lqinini shakllantirib, kamerlarning to'ngnikidan osmonga ko'tarilmoqda edi. Burun bir ikkisini urib qo'rqitib jimiqtira oladigan gundupaylar bugun korga kelmadi. Tula vaqira popoz qilib jo'liqqa chiqib ketgan gundupaylar yerib holidan ketdi. Robiya 105! 105! Robiya! Ovozlar Iroqdagi erlar turmalariga og'landi. Tong etishga oz qolganda mahbus ayollar uyquga ketdi. Robiya xonim ustidagi kichkina to'nglikdan tushgan g'ova yo'riqda kamir ichiga sapsilib qaradi. Tomlari shundoq paskina. Simot yerlari namlashib zaypurab turgan kamirning o'tirsida tahorat tushiga turadi. Tömür eshikning o'tirsida tomoq qachisi patqudak yuchuq turadi. Robiya xonim kamirga kiribla tomga yo'linib tizlarini quchoqlab tugdayginicha medir qilmadi. Uning ko'ziga uyqu kelmaydi. Nima gunoh qildim? Bular zot nimishqa meni tutib soladi? Robiya xonim yo bishi yo'q, yo oxiri yo'q cheksiz xiyollar dunyosiga g'arq bo'ldi. Stalindan ta'lim olgan jallod Shingsay son-sanoqsiz boylarni, mo'tivarlarni, Uyg'ur xalqining ozodlik uchun ko'krak kerib chiqqan mardlarni mana mushundoq yoshirin tutib sulab o'ldirgan edi. Keyin Stalin yana Xitoy kommunistlari bilan birlashib Ahmadjon Qosim boshchiligidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurgan azimatlarni yoshirincha qo'lga ilib yo'q qildi. Xitoy kommunistlari vatanimizga kelgandan beri vatan, millat, xalqim degan Uyg'ur yigit qizlarini yana mushundoq yoshirin tutib sulab o'ldiryapti. Demak, endi navbat menga kelgan o'xshaydi. U o'ylab oxiri o'llik pichirladi. Bularimiz yetib qolguncha itib qol degan. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.